iymon to'xta desa to'xtash. Biz bilan sahobalarda farq shuni. Bizda hozir aytayapmiz-ki, Alloh aytayapti, baraka topib ko'r deb tushuntirib bo'lmaydi. Begoringni aytibsan. Xo'ja emassan. Bilganimni qilaman. Bor kattasiga ayt. Avliyoying kelsin. Ana shunaqa gaplar navzbillah. Tog'ut tabiat odamlar bizda buni bilmaysiz. Tog'utlar shunaqa, Xudoyingga ayt deydi-yu. Payg'ambaring kelsin kerak bo'lsa. Ana shunaqa gaplar gapiradi qarasang. Kim sen Alloh aytayapti desangiz ham yo'q tushunmaydi gapni. Ma kana lil mu'mini va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Biror mu'min erkak, biror mu'mina ayolga Alloh rasuli hukm qilib turganda, ularga o'zlaricha ishlarida ixtiyor bo'lishi mumkin emas degan Alloh. Kim Allohga va rasuliga osiy bo'lsa, aniq adashishlikda adashibdi u. Allohga va rasuliga osiy bo'lsa, aniq adashishlikda adashibdi u.